Yo'q, aka, ma'mularingizni 1 milliondan qilib bera olmayman, lomba bo'lganda, ajratib tushuntirdimmi sizga? Ma'mula izdela bo'lgani uchun men sizga 1 milliondan qilib berdim-da, aka. Men o'zi buni 1,5 millionga chaqirsiz, mashinan 1,5 milliondan olasiz. Yo'q, aka, qarang, bu 585 probada, misol, probasiga qaraladi-da bizda, holatiga ham qaraladi. Bu holati yangi bo'lgani uchun bilan 1 milliondan qilib berdim, 585 proba bo'lganiga. Misol 750 proba olib kelsangiz 1 million 200 dan qilib beraman yoki 916 proba olib kelsangiz 1 million 400, 1 million 500 mana shunaqa 3 ta 9 probalarni 1 million 600 gacha ham olamiz dedi. Qimmat deganda. Ha, endi tarkibiga qaraladi-da, aka, 585 degani 58.5% tillasi bor. Bu 45 million bo'ldi. Aka, to'g'risini aytsam, mana shu hamma pulingizni olib ketmoqchiman. Qimmat hisoblayman. Bo'ldi, hammangizni hisoblaydi, aka, chiqib qoladi, xolos. Bularni lekin 940 dan, aka, men buni o'ziga yozib qo'ygan bo'ladi gramini. Mashq qorasi bilan ham qo'yib yuboraman. Yo'q, bu anaqa yo'q, rezinka yo'q. 50.94 mana aka o'ziga yozib qo'ygan. 322 plus 322. 54.16. Общий 940 dan ko'paytirib olamiz. 50 million 910 ming chiqyapti. 51 million aka. 51 million plus 45 million. 96 million bor aka, общий summa. Bering mayli aka, qo'shib hisoblaymiz hammasini. Shunaqa. Bo'ladimi aka? 96 million. Xo'p, bundoq qilaylik endi. Xo'p, 10, 20, 30, 40, 50. Bular hammasi 5 milliondan, mana 40 million, 50 ga 90 million bo'ldi. 96 million mana 5 million, 95 million, 1 million bersam bo'ldi. Bemalol o'tirib sana olsangiz bo'ladi, aka. Ishlari toza. Men olib keta olmas ekanman-da. 1 million so'm. 96 million aka, общий. Mayli aka, charchamang. Bo'ldi, aka, sog' bo'ling. Xizmat bo'lsa kelaverasiz, aka, shotdamiz. Agar sizlarning ham mana shunaqa tilinglar bo'lsa, qimmatroq narxda sotmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerga aloqaga chiqsanglar, tillarni qimmat olib qolamiz.